Neymiş buldu? Bilmedim. O gazetini görüp yığılap ketdi. Qaysı gazet? Siyafortda çıkıdığan Texas Quyaş gazetinin ötken ayının 14. gündeki 4. toplam 29. neşrini görüp Boldu, hemen uqtur. O bir işini sezgende kılıdı. Neymiş ekanligini bilmedim. Görüp baksak ipuç çıkıp qala. Dada. Hı? Vay Xudayım. O meni öldürüp etdi. Yo'q, mening amalim bor qo'zam. Qasam qilamanki, har qanday odam sizga chiqilamaydi. O sarang bo'pti. Bizga nima ish bunda qiladi? Men ishning bu ishni o'zim bir taraf qilaman. Qanday qilamiz? Hozircha bilmayman. Uningga pul beray. Hamma ish o'tib ketadi. Men bek qo'rqib ketyapman. Qo'rqman qizim. Avto, bunu qara. Kedbir ansambildeki bir adam Siyafortda bir sakçını öldürüp etken. Bu ish kishini birlashtirib qaraganda qaq so'qti qilish delosining sababi aniqlandigan. Buni jek ko'rib olsin. Oldu. Mağdurum qamidi. Mendeki energiya tugab qapti. Sirtni zaratlash asbobba, zaratli vaqin. Ma'qul. Maşına çıqa, bo'lmasa ichidan olaman. Sen nima qilmoqchi? Tez bo'l. Avto, tez bo'l. Uni qo'g'laydi. Ben bulamay kaldım Volta. Öldüremayottum ben. U qaytib ketdi. Sıla bakay. Nur belge. Ben sana işinime. Bizge maşini bir teyyak kıl. Keçirge Volta. Energiya qamaptı. Ben zeret kaçlap geleyim. Avto, fursat o'tib ketdi. Bozarı neymiş kol? Robert Splen kaydor bugün etdigende maşını ağdırılıp ölüptü. O cho'qim heliq ablahning qilgan ishi. O mening barlig'imni tugashtirmoqchi. Sizning shuncha obdan kasbingiz bor. Chiroyli qizingiz o'yin qo'yib ammo sizlar zo'ravonlik uchrayapsizlar. Shundaqmi kol? Men hech tushunmadim. Men u ablahga pul beray deyman. Men qarz berib tursingiz. Sizni azaldan yaxshi ko'raman. Sizning men qilgan yaxshiliklaringizni unutib qolganim yo'q. Ammo hozir ahvolim uzuk. Men uningdan ko'p yordam berishga amalsiz. O'tinib qilay Franka. Menda unchalik naqd pul yo'q. Sizdan boshqa qarz berib turmaydi. Meni xijil qilmang. O'zingiz bir amal qilasiz. Sizning peshkanlik uchirganligingiz uchun ko'nglim intayin yerim bo'layotdi. Ammo mening ahvolimni tushunishingiz lozim. Sen kul mintirg'u, oljib qoldingmi? Sen görüyor gelindin. Eğer dodan vaxtını kemeydiğin bolsa, senin cinin alıman. Nima uchun? Pul üçün, sen oylap bak. Özünün keyinlik üçün çağırtapmısın bulamdı. Kaçımen de ham xiyal qilma. Bu saran. Belki saran boğan demen. Boldu, hem de ağzını jum. Qizimning hayot uchun shunda qilgandim. Mening bildiganlarim shunchalik. Bizning birdan-bir vazifamiz qizingizga yordam berish. Bizga ishinan qo'l efendi. Chunki ish oydinlashdi. Bizga ishonmay kimga ishonasiz? Qizingiz jasad saqlash uyiga kirib qolguncha biz bilan hamkorlashganingiz yaxshi. Ma'qul, men ahvolni aynan aytib beray. Bo'ladi. Hey, Avto, mishlarligini bilaman. Tez bo'l deyman. Sen zarat qachig'in turg'ili, ne vaqt? Volta, qo'l efendi keldi. O qizi uchun biz bilan hamkorlashib qo'shildi. Mangaydi. Mangaylamsa. Anlap dur. Kızım, benim kolumda. Dada, u meni ko'rib kelib oldi. Sen nima qilmoqchi? Uning diginidek qiling, qo'l efendi. Bana pul gerek. Mentir nima ekan? Ma'qul, deganingdek qilay, ammo uning ziyonkashlik qilma. Bana 100 bin Amerika doları gerek. Beray. Garibi garmo yoldan pastga tushib oldi qarab. 2 ming ingliz mili mangsa. Pulni o'zing yalnız ekan. Agar bu qidim mili shiltadigan bo'lsang, qizining ovozini menga anglamaysan. Tez mangayli. Sizlar mangashtiringlar, men telefon ulay.
Salmaqraq bo'ling, birodar. Qapağınızı türüp almang. Uqdingizmi? Siz uchun o'ng'ay, chunki siz saqchi. Avto, sağzat nim bo'lgandi? O bizni o'ldirib yetirgan bo'ldi. Balkim bochaqchi Kesinimi o'ldirib etgandi. Unda qo'ydi bo'lmam, Ko'l apandi. Men sizni ko'rdim. Mashinadan tez ko'z. Bering. Chamadonni ilib oling. O'q o'tmasmay kun kiyib olgansiz. Joyingni jim tur. Ko'l minter. Yaxshimisan, Ko'l? Zodil ishengim kelmaydi. O kuni kechdi men siyah Ford etdim. Vaqaning butun jarayonini ko'rdim. Ammo sen xotirjam bo'lsang bo'ladi. Qotil sen emas. Biroq men bu vaqaning foydalanış qiymati borligini o'ylab, qolgan ishlarni tamomlab qo'ydim. Hammani sen qilib ekansan-da. Bu munofiq. Og'zingni yum. Pulni keldingmi? Chamadonni yeb qo'y. Kayning yan. Tez bo'l. Qangacha o'rib oldingiz. Keysini qutqizing. Avto, uni og'ili ketdi, je. Nurbelga. Sizning cho'qim kelib meni qutqizganligingizni biletdim. Siz xuddi paqiriq savut kiygan chavandozga o'xshaysiz. Siz azob chekkan emasmi, qiz? Bu bizni pursinash qilgan muhabbat hikoyasi. Ammo real turmushda ikkimiz faqat yaxshi do'st bo'la olamiz, xolos. Siyaport, razvedka boshqarmasi bugun telefon berib, sizlarning ko'rsatgan xizmatinglar uchun rahmat etdi. Ularning aytishi yaqinda mentorning jinoyati uchun hukm chiqildigan. Shundoq, o Robert Kalfinni o'ldirganlik jinoyati uchun sudga tortilgan. Menimcha, Volta sirtlar ko'proq chiqib tursa bo'g'idek boshliq. Eng muhimi, sizlar omon eson qaytib keldinglar. Sizlarga bo'lgan minnatdorligimni umr bo'yi ifodlab bo'lolmag'idek. Ular g'amdan xalos bo'ldi. Bizga shuning o'zi kifoya. Qani, ishga kiringlar. Kirayli. Don't know what you're doing down there. I think I like. Not sure what I'm feeling, but it feels like something so right.